Bugun biz neutron bombani portlatamiz. Qora materiyadan bo'lgan bombani, hattoki supernova bombasini portlatamiz. Sizlar qanchalik zo'r bo'lishini ham tasavvur qila olmaysizlar. Biz esa 50 mingta dinamitga teng neutron bombadan boshlaymiz. Omad, bomba 10 soniyadan keyin tushadi. Bo'laqonlarmi, ketdik. Hamma suv qayerda? Qayerda bekini? Men o'laman. Men geniyman. Menimcha yaxshi joy topdim. 5, 4, 3, Yerga kirishim kerak. Bo'l, Kris, bo'l. Mana hozir portlaydi. Voy, hamma yo'lga tarqalyapti. Bizni yutdingmi? Tabriklayman, hammanglar tirik qoldinglar. Keyingisi esa katta parkurli uchun vending mashina. Zo'r eshitilyapti, rozimisizlar? Aha. Faqatgina katta qumli raketalar tepaga chiqquninglargacha otib turadi. Agar yutolmasanglar, garchitsa yeysizlar. Men ketdim. Men boshladik demadim. Sen hozirgina aytding. Raketalarni ishga tushiringlar. Raketalar nimalar qilyapsizlar? Otsanglarchi. Yo xudoyim, hammani yomon ko'raman. Nimaga mengacha kech yetib bordi? Nimalar bo'ldi? Karl, hozir tegadi. U tepaga chiqyapti, Karl. Salla vashshe sekin sallayu. Ko'rlaring. Faqatgina Chandler tirik qolibdi. Kris, mana garchita to'la qoshadi. Meni tilim gubka bo'bbakiga o'xshab qoldi. Men ustingizga 250 ming ton trotil tashiyman. Agar o'lsanglar, bolachalar bilan otib tashiyman. Nima? Rostakasim bilanmi? Mayli, yugurishni boshlanglar. Tezlik uchun tepkimi? Rahmat. Mana u. Qachinglar. Men haligacha tegidaman. Hammamiz o'lamiz. Bu yana nimasi? Yo'q, men sakrolmadim. Yo'q, atigi bitta dona blokka sakrolmadim. Yo'q, xudoyim. Bolachalarni 3 gacha sanaganimdan keyin otamiz. 3. Shuni o'zi yetadi. Bu yerda 500 ming trotilali tornado. U meni orqamda, nimaga meni ketimdan quvlab yuribdi? Agar yutolmasanglar 50 ta jimanya qilasizlar. Karl, tez yugur, bolaqo. Meni orqamdan quvlayapti. Karl, ehtiyot bo'l. Nima qilsam bo'lardi, a? Mayli, meni strategiyam teparoq chiqish. Au, nimaga menga chon yetib kelyapti? To'xta. Meni ustiga qarab tushyapti. Bekishim kerak, trotil yonimga tushyapti. Kris, 50 marta jimanya qila olasanmi? Yo'q, qila olmayman. Men hali ham tirikman. Men trotil tushmaydigan joyga turib oldim. Tabriklayman, Kris va Chandler, sizlar tirik qoldinglar. Karl, ajmanyaga yot. Bo'laqo. 49, 50. 5 minut dam ol. Endi biz Bikini Bottomdamiz. Va biz uni portlatamiz. Nima? Bu bomba 1 million dinamitga teng. Agar yutqizsanglar, keyingi challenge-ni axlatda turib o'ynaysizlar. Bekinishga bizda vaqt bormi? Men Patrikka chum bilan tegib bekinaman. Vau, bomba tushyapti. Ani kartadan otib yubordi. Nima? Bizga bekinishda vaqt bo'lmadi. Agar sizlar ananasni 2-etajga chiqqaninglarda tirik qolardinglar. Chopilish bo'ldi. Kosmos kemasi yerga 5 million dinamit tashiydi. Uchalasi axlat ustida turibdi. Xursandmansizlar degan umiddaman. Shunaqa. Meni belim og'riyapti. Bu safar jazolash o'rniga sizlarga priz beraman. Agar tirik qolsanglar, otalaringizga 3 ta yangi iPhone beraman. Meni dadam uni ishlata olmaylar. Ketdik. Voy xudoyim, tupik akanim. Voy xudoyim. Menimcha yaxshi joyga turib qoldim. Men lampa tagida turibman. Mr. Beast burgeri bu xavfsiz joyga o'xshaydi. Agar lazer burger xonamga tegsa, uni olib tashlayman. Nima? Men
tirik qoldim. Men shikast yetmagan binoni tanladim. Shahar ham piksel bo'lib qopti. Axlatdan chiqsam bo'ladimi? Ha, chiqsanglar bo'ladi. Adilani manzilini bersanglar, ularga iPhone yuboraman. Yaxshi, mani dadam manzili. Biz tog'ni ichidan maxfiy harbiy bazani topib oldik va men suv osti kemani uni oldida to'xtatdim. Uni ichida bombalar ko'p. Hammasi 10 million dinamitga teng. Yigitlar, agar yutqizsanglar, onalarga telefon qilib, men omadsizman deb qo'yib qo'yasizlar. Biza 100 talik o'lib ketamiz. Xuddi ular bilmaydigandek. Sen haqsan Chandler, ular buni bilishadi. To'xtalaring, sizlar nima tank tegidamisizlar? Yo'q, men oldiga boryapman. U o'zini o'zi bizib tasha olmaydi. Otishni boshladim. Tank tegida yigitlar 100 talik uxladinglar. Yo'q. Nimasi bu? Sen aldabsan, Chris. Menga qarab otyapti. Menimcha Karolla aqli ishlab qoldi. Men kattalar boshqa yo'lga uchayotganini ko'rib o'tiribman. Menimcha hozir hamma narsa o'zgaradi. Yo xudoyim, semiz bomba, men qochyapman. Yo'q xudoyim, bu dinamitlarni otib tashadi. Yo xudoyim, bu dinamitlarga bo'linib ketdi. Men tiriyman. Menimcha biz yaxshiroq o'ynashni boshladik. Boshida shunaqa ko'ringan edi va keyin shunaqa ahvolga tushdi. Tu videodagi portlashlar hozirgi portlashchi 20% edi. Agar sizlar yutolmasanglar, McDonald'sdan burger ichasizlar. Blenderda aralashtirilganidan. Oy, sen McDonald's yaxshi ko'rasanmi? Ish qilib bodringni bo'lmasin. Qochdik. Qochamiz. Men bu jinnicha shahardan qochaman. Ya xudoyim, men uni eshitmayman. Yo xudoyim. Yo'q, men o'ldim. Jirkanch. Sizlar yigitlar yerda turibsizlar. Men esa qora materialni planetani yadrosiga qo'ydim. Agar sizlar bundan tirik qolsanglar, sizlarga 100 ming dollar beraman. Tushunarli, yutib olmas ekan. Yo'q, yutsa bo'ladi, lekin 99% sizlar o'lasizlar. Men tushib ketib bo'ldim. Sen tushib ketib bo'lding? Men yer issiqligini bilmayman. Chandler, qoch, u sen tegingda turibdi. Mayli, qora materiya bombasi portlayapti. Chandler, sen undan ko'ra yutmasligini so'ra. Iltimos bo'ldi. Dunyoni qora materiya yutib tashadi. Keyingi planeta. Bu supernova 1 milliard dinamitga teng. Sizlar yuta olmaysizlar. Lekin mabodo yutib qolsanglar, sizlarga 100 ming dollar beraman. Bizga loqal 2 minut ber. Menda plan bor. Xohlasang boshqa koinotga bor. Baribir o'lasan. Men ishonaman. Men buni qila olaman, rejam bor. Menga kirka beringlar. Yigitlar supernova qildi. U hamma narsani portlatar ekan. Xato nomer terib qo'yibsizlar. Uzr. Mana u. Meni qulog'imga qarab uchta chalyapti. 1 milliard trotil. 100 ming dollar turibdi yigitlar. Yo'q. Ko'rinmas rejimni yoqaman. Voy, buncha yoriq. Chang bo'lib ketdi, men yonmayman. Yo'q, doim. Nima? Men yonib ketdim. Men hech narsani ko'rmayapman. Hattoki men ham ko'rmayapman. Bu nima degani? Butun karta yo'q bo'lib ketibdi. Butun koinot yo'q bo'lib ketdi. Va sizlar hammanglar o'ldinglar. Agar sizlar bu ishni qilmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Xayr. Video Sanchez Black kanali tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan.